xaridorlar, pastellar, bir kishilik, ikki kishilik pastellarimiz bor. Mana Burberry modellarimiz ham bor, hammasi. Narxlari вообще bomba narxlarda, narxni ham aytib keta qolay. Ayting. 50 ming so'mdan boshlanadi pastellarimiz. 120 ming so'mgacha, eng qimmati 120 ming, hurmatli xaridorlar. Yo'q, donasi. Donasi. Pastellar donaga beramiz. Bu degani bir dona beramiz. 50 ming so'mdan. Shunday, ha. Abu Sahida ham 65-70 ming so'm. Endi biz mayli endi, lekin Abu Sahida hurmati bor. Gap yo'q. Tak, bizda keyin hurmatli xaridorlar, mana bunaqa kelin poshshalarimizga sarpalarga olsanglar bo'ladi, lekin bu degani donaga beramiz degani emas, hurmatli xaridorlar. Bular hammasi kiloda, troyka, dvoyka, har xil mahsulotlar bor. Ba'zaki mahsulot ko'pligidan qaysi biriga borishni ham bilmayman. Manta detskiy juda chiroyli vadalaskalarmi, maychkalar hammasi bor ekan. Keling, shularni taroziga qo'yib narxini bilib beramizmi sizlarga? Bular kilo narxlari Takro brendiniki, eksport mahsulot. Rossiyaga eksport qilasizmi, Qozog'istonga eksport qilasizmi? Mana bularni bitta ko'rsatib ketaylik. Bemalol. Mana bularni qarang. Troykami deyman, mana troyka. Dona narxi qarang, 18 ming so'm chiqyapti. Komplekt. Komplekt dvoyka 18 ming so'm. 18 ming so'm chiqyapti, 150 mingdan kilo narxlari. Buni ham bitta ko'rsatib bering. Ob'yomda oladigan klientlarimizga yana ham kelishtirib beramiz. Ob'yomga yana ham kelishtirib beriladi. Albatta. Kelishtiramiz. Mana bunaqa nimchalarimiz bor. Bular chaqaloqlarga kiyishga yengilgina. Buni ham kilo narxini 140 ming so'm qilib beramiz. Mana 9800 so'mdan chiqyapti, hurmatli xaridorlar. 9 mingga. Donasi 9 ming so'm. Nimcha bormi? Bor mana bu yerda. Bitta stakan semichka 10 ming so'm. Sizlarga 9 ming so'mga kiyim beramiz. Kiyim beryapmiz. Endi kiymasanglar bo'lmaydi-da. Tak, keyin bizda Uskidis brendidan mana dvoykalarimiz bor. Bular nachosli. Qarang, buni bittasini ichini ochib ko'rsataylik. Maxro ekan mana. Maxroviy materiali, Hozir. Keling, ochishga yordam bering. Lekin ishlab chiqaruvchimiz ham mustahkam paket ishlatgan ekanda. Tak, buni kilo narxini atiga 130 ming so'mdan beramiz, hurmatli xaridorlar, 130 mingdan. Mana yaqinroq olib kelsangiz, buni ko'rsatib yuborsangiz. Mana ichlari mana yana. Ikki tomonlama mana, ichi ham issiq variantda. Qani dona narxini bilib beramiz. Mustahkam qilinganini sababini aytaymi? Buni mustahkam qilingani qoplarga yuklanganda yirtilib ketmasligi uchun, dastavkada yirtilib ketmasligi uchun. To'g'ri. Tak, hurmatli xaridorlar, mana 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh razmeri 3tasi 186 ming so'm chiqyapti. 3tasi dvoyka, 3tasi 186 ming so'm. 5-6 yoshgacha razmer. Keyin bizda ob'yomda Moira brendidan eksport model bular, bilasizlar. Moirani, Milanani sevuvchi O'zbekistondagi ayollarimiz ham buni biladi sifatini. O'sha esengi davlatdagi klientlarimiz ham bilishadi. Eksport variant hammasi birga bir raqobatlashadi har qanday fabrika bilan. Milanani вообще olib kiygan odam ani oxiri sovg'a qilib yuboradi tazdaka. Kiyverib. Oqarib ham ketmaydi bu, bir eskirib ham ketmaydi Milananiki. Milana ham bor bizda, hurmatli xaridorlar. Gap qisqasi, kilo narxini atiga 150 ming so'mdan beryapmiz. Dvoykalari 39 mingdan boshlanadi, 90 minggacha bor. Mana buni ham bitta ko'rsatib keting. Variantlarini. Mana materiallari. Troyka. Razmerlari L-dan 2XL gacha. Mana tikilishlari hammasi choklarini ko'ryapsizlar. Fabrikaning mahsulotlari bilan hammasi. Ochib beramiz ekanmi? Bo'ldi, ochib beramiz mana. Qo'lim. Futbolkasi mana. Ishtoni ustida xalati atiga 90 ming so'm. Troyka. Uchalasi 90 ming so'm bo'lyapti. Kilo narxi 150 ming so'm, donasi 90 ming, 92 ming chiqadi. Kapishonli varianti mana. Mahsulot. Material interlock. Moira brendidan mana. Moirani ham ko'rsataylik. Mana dvoykalarimiz bor, mamashalarimiz uchun. Mana. Shalvarlari bilan dona narxi atiga 52 ming so'm chiqyapti buni. Kiloga 150 ming, donasi 52 ming. Bizda yaqinroqdan kelingda. Mana shu tarafdagi barcha mahsulotlarimizni kilosini 80 ming so'mdan qilib qo'ydik, aka. Bularni hammasi 80 ming so'mdan. Klientlarimiz xursand bo'lsin. 150 mingdan sotilgan mahsulotlarni kilosini 80 ming so'mdan qilib qo'ydik. Buni ichida mana vodoloskalar bor. Hozirgi kiyiladigan. Ranglari 5-6 xil rangda bor. Mana shalvarlar, mana ichida shalvarlar.
Mana mamni ham ko'rsatib yuboraylik. Yo'q. Bularni ham skidka qilib beramiz. Mayli. Sazasi o'lmasin klientlarni. Kilo narxi 200 ming o'zbeklarni 150 ming so'mdan beryapmiz. 200 mingni yeb 150 ming qilib beryapdinglar. Ha, shunaqa. Endi buni ko'rsating. Mana pijamalar 7-8 yoshgacha razmeri bor. Kilo narxi 80 ming so'm, donasi 12 ming so'm chiqyapti buni. Donasi 12 ming so'mdan. Qarang, bizda qarang, yana bitta narsa hozir men sizga ko'rsataman. Korzinkacha ishtonchalarimiz bor. Donasi 4,5 ming, 4 ming 800 so'mdan chiqadi. Yana bitta sizga savolim bor edi. Xo'p. Mana menimki kurtkalar kelibdi-da, qarang, assortiment kurtkalar. Xitoy kurtkalari ham bor bizda. Xitoy kurtkalari kelibdi. Shuni ham bitta ko'rsatib yuboring. Kilo narxini 150 ming so'mdan beryapmiz. Donasi atiga 42 ming so'mdan 65 ming so'mgacha chiqadi. Donasi. Ha, men o'zim qizimga bozordan shuni yana bitta savolda. Eng kami necha kilo beriladi? Shuni aytib ketaylik. Eng kami 10 kilo. Eng kami 10 kilo. 10 kilo mahsulotlar olasizlar, 1 million 500 atrofida bo'ladi, 10 kilosi. 1 millionga ham olsa bo'ladi. Ha, shunga olasizlar, lekin bu yerda bilasizmi, mahallangizga tarqatib yuboradigan ob'yomda chiqadi. Buni olib ketib, maza qilib sotib, qolgani tekinga bolalaringizga qolib ketadi. Tekin konsultatsiyalar ham bor, qo'shib keting aka shu joyini. Sotishni ham o'rgatamizda. Men o'shaning uchun aytayapman-da. Yarmini sotasizlar, yarmi tekinga qoladi. Bizda keyin mana eksport variantlarimizdan yana отдельный xudilarimiz bor. Avring bu joylarni. Bularni ham ko'rsatib boring. Вообще zo'r narsa mana. Mana женскийmi deyman, mana bular. Bular женский. Женский. Tepa past. Razmerlar 2XL gacha. Mana ochiq variantini ko'rsatamiz mana. Tepasida толстовкасы и shalvari bilan. Mana qizlar uchun. Atiga 89 ming qilib yubordik mana klientlarga. Dvoyka. Tepa bas 89 ming so'm qilib beramiz. Maza qilib olib sotsanglar uchrasizlar. Bizda mana kardiganlar ham bor. Sifatli gap bo'lishi mumkin emas mana. Mahsulot chegarasiz. Ko'p, juda ko'p. Shunaqa. O'zbekistondagi nomer 1 sklad. Agar mabodo kontaktlari kerak bo'lsa, hurmatli xaridorlar yozib qoldiramiz. Shu yerda telefon nomerlar, aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka xizmatlarimiz hamma joyga bor. Faqat dastavkani pulini o'zingizlar to'lab olib qolasizlar. Shundan tushunmay qolish mumkin. To'g'ri. Tak, bizda keyin nachosli shapkalar ham bor, hurmatli xaridorlar. Mana shu trendga chiqqan shapkamiz esizdami? Mana buni. Ha, juda. Voy, talosh bo'lib ketdi. Faktorni olib keltirdik yana. Mana ishtonlar ham bor ekan, mana ko'ryapsizlar. Bular kiloda qancha chiqadi? Bular kiloda 18 ming so'm chiqyapti donasi. Mana shu ishtonni o'zi, qarang, chiroyliligini. Bunga ketgan mehnat. 1 kiloda 32 ta beramiz. Shapkani 1 kiloda. 1 kiloda 32 ta beramiz. Mana assortimentlar qarang, bolachalarga. Xilma-xil bor bu yerda. Shapkalar. Dona narxlari 12 mingdan 18 minggacha chiqadi, hurmatli xaridorlar. Kilo narxi 150 ming. Ichidan olib oringlar. Mana kalgotkiga. Sifatini qarang. Qalin, ichi mexli kalgotkilar. Bular keyin paxtali kalgotkilar, sintetik emas. To'g'ri, hammasi eksport mahsulot, hurmatli xaridorlar. Katta biznes qilaman deganlar Rossiyaga, Xitoyga, Turkiyaga, to'g'ri, Xitoyga ham eksport qilib yotishdi. Qozog'iston, Tojikiston, qayerga eksport qilsanglar ham sizlarni uyaltirmaydigan mahsulotlar bor. Hammasi mana. Men kalgotki kiygan bitta videosini qilib bering, aka. Mana shuni bitta olib boring, men kalgotki assortimentini. Naski kalgotkilarni. Mana kalgotkilarni qarang, qalinligini. Mana O'zbekiston kalgotkilar mana. Qalin. Bular hammasi paxtali. Ichlarini ko'ryapsizlarmi? Ertalab kiyg'izib qo'ysanglar, kechgacha issiq yuradi bolalar. Bitta mana naskilarimiz. Naskilar ham xilma-xil, kalgotkilar ham xilma-xil. Kichkinasidan tortib kattasigacha. 7 oylikdan 70 yoshgacha desa ham bo'ladi. Undan ham kichkinami? Yo'q. 7 oylikdan boshlanadi. 7 oylikdan 70 yoshgacha mahsulot bor. Xilma-xil mahsulotni topasizlar. Bitta endi sochiqlarimizni ham ko'rsatib beraylik. Ketdik endi. Sochiq, pakrival, ob'yomda olamiz degan klientlarimiz uchun bemalol kelaverasizlar. Mana pakrivallarning dodalari bizda deydi. To'y qilayotganlar, ko'proq kelib ani qudalik. 2 kishiliklari ham bor buni. 10 kilo qilib beriladi. 2 kishilik variantlari ham bor. Kelaverasizlar bemalol. Sochuvlar, bu suv yaxshi oladigan variantlar. Bular уже eksportga mana tayyorlanyapti. Klientlar zakazlari. Bular klient ketayotgan variantlar. Ketadi, yig'ilyapti.
Объемda mana sochiqlarimiz, banni sochiq, sauna sochiq, yuz sochiq. Endi men bilan go'zalligini qarang. Oldingi videoni qo'yganimizda bu yerda sochiqlar juda ko'p edi. Ancha savdo zo'r ketdi sochiqda. Yana yangi assortimentlari keladi tez kunlarda. Hozir bu yerda o'zida ham juda ko'p assortiment Buni xilma-xil. ko'rsating, go'zalligini. Sauna sochiq ekan bu. Mana Sochig'i eng sifatli go'zallari kerak bo'lsa, mana shu tikayverasizlar. sifat вообще zo'r. Sauna sochiqlarimiz ham atiga 50 ming, 55 ming chiqadi donasi, hurmatli xaridorlar. Qo'l sochiqlarimiz 4 ming so'mdan boshlanadi. Yuz sochiqlarimiz 15 mingdan, 9 minglik ham bor aytgancha. Hozir bu yerda bitta ochib ko'rsatadigan bo'lsak, вообще videoyimiz sig'may ketadi soati. Bu yerda kunlab o'tirishimiz kerak uchun. Yuz sochiqlarimiz 9 mingdan 15 ming, 16 minggacha chiqadi. Banni sochiqlarimiz 30 mingdan 40 minggacha chiqadi. Sauna sochiqlarimiz eng qimmati 50-55 ming chiqadi. Saunani eng qimmati 50-55 ming. Shunaqa. Banni xalatlarni ham ko'rsatib borasizmi? Ha, banni xalatlar mana muskoy, женский, детский assortimenti. Bu yerda ani mahsulot ko'pligidan u yoqqa o'ta olmay qoldim. O'tib ketaverar ekanmiz, erkin ekan o'tdilar. Mana assortiment mana. Banni sochiqlar mana. Xilma-xil mana. Hammasi mahroviy, eng sifatli mahsulotlar. Buni oldin ham aytganman, buni hammomdan chiqib sochiq artilmasdan bitta kiysanglar o'zi hamma suvini olib oladigan variant.